Kim? Ma aka. Iya, Boburjon. Assalomu alaykum. Eshikda turmang. Kir. Bu sohada ko'rishmaydi. Assalomu alaykum aka. Tuzayapsiz? Kir. O'tiribsizlarmi? Ha, xudoga shukr. Ha, ukajon, bolalar keldilar, yaxshimi? Hamma yaxshi. Tinchlikmi, kech bo'lgan? Uyga kirmay qo'yadigan mana shu yerda duo qilamiz. Qaytaman, boradigan joylarim bor. Men qara, kir, mana kelin emasdan ana chiqadi. Assalomu alaykum. Kinoya, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Boburjon, uydagilar yaxshimi? Qaynonangiz yaxshi ko'rar ekan. Hozir ovqatsiz yotidim. Kiring uyga. Xudoga shukr, hammalar yaxshilar. Ovqatni zo'r qilardingiz, ichib ketardimi, boshqa safar kelaman. Aka, to'y boshlab qo'yadi. Qizini chiqarib turadi. O'shanga to'yga aytgan kelib turadi. Ertaga to'y. Jinda yugur-yugurlar bilan kecha aytayapman, xafa bo'lmaysiz. Ertaga kinoyimi, ballarni olib o'tarsalar to'yxonaga. Qulluq bo'lsa, bo'ldi, boramiz ertaga. Rahmat kinoya. Ha, xudo xohlasa o'tasiz. Menga nima xizmat uka? Xizmat aka, o'sha to'yxonaga borib turaversiz, bo'ldi. To'yxonaga borsa, birinchi uyga borsiz, uydan keyin to'yxonaga ketaveramiz. Bo'ldi, 2 yosh vaqt bersin uka. Bir o'tirmadingda uka. Yo'q aka, shoshib turibman. Aytgan joylarim bor. Ertaga ko'rishamiz, xudo xolasa. Isdan chiqmasin, boringlar, a? Kim? Men Kinoya Boburman. Assalomu alaykum. Boburjon, tuzukmisiz? Va alaykum assalom, Kinoya, yaxshimisiz? Akam uydamidilar? Kechadan mas telefon qilaman, telefonlarni ko'tarmayaptilar. Telefonni nimaga ko'tarmaganlarini bilmadim-ku, lekin ishxona dedilar. Ha, ishxonalarga o'tdim, yo'qdilar. Bitga chiqib ketishdi shekilli. Ishladilar, aniq. Ha. Ha, nima? Kecha to'yga bormadilar? Bormaganimizning sababi akangiz o'zlari biladilar. Ha, mayli, aka oldilar o'taychi. Mayli, Kinoya boringlar. Aka? Shatda ekansiz-ku? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uka, yaxshimisiz? Siz bir soat oldin keldim, yo'q ekansiz. Ha, keldim, zapchastga chiqib ketdim. Kecha to'yga bormadingiz. Necha marta telefon qilyapman, ko'tarmayapsiz. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Uka, eslasang, qizimni to'yida $1000 to'yana qo'ydim. To'yga aytib ketgandan keyin kelining bilan maslahatlashib, uyda necha pul bor onasi deb so'rasam, $100 ham pul yo'q ekan. Hayo qilganman, lutchi bormay qo'yaverdim uka, xafa bo'lmaysan endi. Aka, qiziqmisiz? Nima qilganingiz bu? Men sizga ishonib artistlarni gaplashib qo'ydim. O'shalarga $1000 pul berib yuborishim kerak. Kelmadingiz, o'sha yerda sarg'ayib odamlardan undan $200, bundan $100, undan $300 qilib yig'ib $1000 berib yubordim. Nima aytmaysiz shuni? Shu to'yga borganda, pulim yo'q, to'yani qaytaralayman deganingizda boshqa hisobini qilardim. Odamlar ichida xijolatga qo'ydingiz meni. O'zim akam bo'lib turib shuni ish qilganingizni qarang. Menga qayerdan bo'lsam to'y bering, o'sha odamlar berishim kerak kutib turibdi. Turmayman, harakatingizni qilib to'y bering aka menga. Xo'p uka, ozgina muhlat ber, kech to'p beraman, yerda tegidan bo'lsa ham. Akam bo'lmaganingizda boshqacha gaplashadi. Kechqurun telefon qilyapman bo'lmasam. Tanimay qoldim ukamni. Pul shunchalik o'zgartirib yuboradimi? To'yani qarzmi yo hadya bo'ladimi o'zi?